ham otib beraveraman deb ichkariga to'pni tashlayaptim. Sal qiyin bu maydonda, chunki o'sha zarba va gol! Buxoro! Vladimir Radich hisobni ochmoqda. Hozir o'zingiz ko'rasiz. Mana Jo'rabekov kurash g'alaba qozondi. Begic adashmasam keyin mana bu yerda himoyachidan u qadar ishonchli bo'lmagan o'yin va Rodich tayyor turgandi voqealarning bunday rivojiga. To'g'anoq bo'la olishmadi. Na himoyachilar va na darvozabon. Bu zarbadan so'ng to'pni to'xtata olishmadi.